Mana shu kino kimni esida? Kim bilsa agar mana shu kinoni kommentariyaga yozib ketinglar. Vokzal O'zgazoyli to'g'risida 4 qavatlik binoni 3-qavatda joylashgan 3 xonalik vahshiy budjetli narxda sotilyapti. Mana shu kattagina zali bo'ladi. Hamma nima ko'rasizlar, hammasi qoladi. Mana shu katta televizor, smart, Wi-Fi'lari ham bor. Katta bahaybat mana shunaqa konditsioner, vahshiy mana shu mebel texnika, garderob, shkaf hammasi qoladi. Mana shu bitta xonasi bo'ladi. Ikkinchisi kattalar uchun yotoqxona. Bu xonamizga ham televizor bor. Termozona, 9 panel divan yangisi turibdi. Ukrainskiy pechka, garderob, shkaf, bolalar uchun bezopasni yana tashqaridan rishotka ham qilib qo'yganlar. Barimizni yotoqxonasi, detskiy xonani ko'rsataman. Tashqari tarafdan kirib kelaverish, o'zi mana shu pirixoshkani o'ziga mana shunaqangi garderob, shkaf juda ham kattasini qo'yganlar akamiz. Keyin bolalar uchun yotoqxonani bitta sizlarga ko'rsataman. Bolalar uchun yotoqxona, trezasi bor, mana shunaqangi katta divan qo'ygan bu yerga. O'zini shkofchasi ham bor. Bitta mana shu yerga parta qo'yib, dars qiladigan joy qilsa ham bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi общий sanuzel, Ariston, vanna, unitaz o'ynasi ham bor. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnini ko'rsataman sizlarga. Mana shu kuxnisi bo'ladi. Eng maza qiladigan joyi mana shu. Gazi bor. Bilasizlar, vokzal territoriyasiga gaz muammosiz. Sirani mashina, gaz plita, vitishka, rakveni mana shu yerga shkaf turibdi. Bitta xolodilnikni joyini qoldirib ketganlar, bitta xolodilnik olsalaringiz bo'ladi. Mana shu O'zgazoyli to'g'risida kirganda mana shu 4 qavatlik binoni 3-qavatda joylashgan 54800, yana ozgina savdosi bor. 54800 pulim yo'q deganlar uchun mabodo bir 25000, 30000 atrofida boshlang'ich to'lov to'lasa, yana ipoteka ham qilib beraman deyaptilar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar.